Darhaqiqat, biz yangi O'zbekistonni barpo etishda, 3-renessans bunyodkori bo'lgan yosh avlodni tarbiyalashda aziz opa-singillarimiz, faol xotin-qizlarning yuksak tajribasiga tayanamiz. Viloyatimizning barcha shahar va tumanlarda bo'lib o'tgan bayram tadbirlarida ham ana shu jihatlarga e'tibor qaratildi. Mavzuni muxbirlarimiz davom ettiradi. Ayol azaldan mehr-shafqat va sadoqat timsoli bo'lib kelgan. Ayolni e'zozlash millatimiz, xalqimiz uchun oliy qadriyat darajasiga ko'tarilgan fazilat. Ayol bilan hayotimiz go'zal va fayzli, xonadonlarimiz obod va nurafshon. Barcha hududlarda bo'lgani singari Qo'shko'pir tumanida ham Nafosat ayyomi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayram tadbirlari ko'tarinki tarzda tashkil etildi. Fan, ta'lim, tibbiyot, madaniyat, ishlab chiqarish va boshqa sohalarda mehnat qilib, yuqori natijalarga erishib kelayotgan ijtimoiy hayotda faol xotin-qizlar bir davrada jam bo'ldi. Tadbir avvalida tuman hokimi so'zga chiqib, mamlakatimizda xotin-qizlarning faolligi, tashabbuskorligi, ularga qaratilayotgan e'tibor xususida to'xtaldi. Barcha xotin-qizlarni, latofat va nazokat egalarini bayram bilan muborakbod etdi. Ta'kidlash kerak, xotin-qizlarimiz mamlakatimizning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotidagi barcha sohalarda, xususan davlat boshqaruv, ishlab chiqarish, tadbirkorlik, fermerlik, sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat va boshqa sohalarda samarali mehnat qilishmoqda. Birgina tadbirkorlik yo'nalishini oladigan bo'lsak, o'tgan yil tumanda tadbirkor ayollar soni 476 nafarga ko'paygan. Shu bilan birga 2023-yilda ishsiz xotin-qizlarni 1017 nafari, ya'ni 87,7% kasbga o'qitilgan bo'lsa, 2024-yilga kelib ularning soni 1611 taga yetdi. O'tgan yil tumanda 4 nafar o'qituvchi pedagoglar xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni, 1 nafari do'stlik ordeni hamda 1 nafar ayol sodiq xizmatlari uchun medali hamda 1 nafar ayol sog'lom avlod uchun ordeni bilan taqdirlandi. Bayram tadbirida har sohada faol, izlanuvchan xotin-qizlar tuman hokimligi tomonidan tashakkurnoma va bayram sovg'alari bilan taqdirlandilar. Tinch yurtimizda mana shunday bayramlar yarashadi. Bugun ayollarimizning kayfiyati juda a'lo. Ularga qaratilib olib borilayotgan mana shu ishchil xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bugun davlat siyosati darajasiga chiqqanligi. Hayotda faol bo'lmagan ayollarni bugun ularga turli toifadagi amaliy yordamlar berilib, ular ham siyosiy faol ayollarga aylanayotganligi, rahbar ayollarimizni safiga kengaytirgani va albatta davlat mukofotiga sazovor bo'lgan ayollarimizni safi ko'payotgani albatta bizga faxr va iftixor bag'ishlaydi. Tumanimizni jonkuyar ustozi Artiko Nargiz Po'latovna aynan shu mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlanganligi. Shuningdek, tumanimiz xususiy klinika rahbari Ismoilova Dildorani ham mana shu davlatimiz rahbari nazariga tushib davlat mukofoti bilan taqdirlanganligi quvonchli xabar bo'ldi desak hech xato bo'lmaydi. Bugungi kunda tuman aholisining qariyb yarmini xotin-qizlar tashkil etadi. Ularning soha va tarmoqlardagi samarali mehnatlari hudud ijtimoiy, iqtisodiy rivojida salmoqli o'rin egallaydi. Qo'shko'pirdagi bayram tantanalari san'atkorlarning kuy-qo'shiqlari bilan yanada fayzli davom etdi. Betakror raqslar davraga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Oila va jamiyat ustuni, hayotimizning fayzi va ko'rki bo'lgan xotin-qizlarga bugun alohida ehtirom ko'rsatilmoqda. Shovot tumanida 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami kuni munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda onajonlar, ayol qizlarga mehr-hurmat ko'rsatildi. Har bir bayram ishtirokchisi onalarimiz, ayollarimiz, qizaloqlarimiz gullar, sovg'alar bilan kutib olindi. Yurtimizda faoliyat olib borayotgan har bir xotin-qizning samarali mehnatlari bugun e'tiborda, e'zozda ekanligi namoyon bo'ldi. Tadbirda turli jabhalarda samarali faoliyat olib borayotgan xotin-qizlarning mehnati yurtimiz taraqqiyotiga qo'shayotgan munosib hissasi alohida ta'kidlandi. Bahorning ilk kunlarida ayollarimizdek go'zal bo'lgan, bahor faslining eng birinchi bayrami bo'lgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami barcha joylarda ko'tarinkilik bilan nishonlanmoqda. Shu jumladan bizning Shovot tumanimizda ham xotin-qizlarimiz uchun alohida bir ko'tarinkilik bilan bu bayram tashkil qilindi. Muhtaram prezidentimizning xotin-qizlarimizga yo'llagan bayram tabrigi bugun bizning Shovotlik ayollarimizga ham juda katta ko'tarinkilik baxsh etdi. Barcha ayollarimizga yana bir bora bayram muborak bo'lsin. Turli sohalarda faoliyat ko'rsatayotgan, O'zbekistonimizning rivojiga ulush qo'shayotgan, farzand tarbiyasiga mas'uliyat bilan qarayotgan onaxonlarga, xotin-qizlarga bayram tilaklari yo'llandi. Shukuhi va quvonchi o'zgacha bo'lgan tantanalarda onajonlar, ayollar e'zozlandi. Xotin-qizlarga tuman hokimligining faxriy yorlig'i hamda sovg'alar, gullar topshirildi. Nafosat olami vakillariga doimo mana shunday go'zal, bahoriy kayfiyatda yuringlar deya tilaklar bildirildi.
haqiqatdan ham inson, mana shu ayollarimiz dunyoga dunyoday kerak. Ular har bir uyni bezagan. Qarasangiz ko'chani to'ldirib kelayotgan atlaslar kiygan ayollarni, qizlarni ko'rsangiz ko'zingiz yashnaydi. Har bir ayolimizni, har bir onajonimizni bugungi bayram bilan tabriklayman. Ko'ngillaringiz hamisha bahordek yashnab yursin, aziz ayollar. Boshingizda hamisha tojdorlaringiz omon bo'lsin, aziz ayollar deyman. San'atkorlar ijrosida yangragan kuy-qo'shiqlar hammaga bayramona kayfiyat bag'ishladi. Ajoyib taronalar esa bayram qatnashchilarini raqsga chorladi. Go'zal bahor faslining murodbaxsh kunlarida nishonlanayotgan Xalqaro xotin-qizlar bayrami Xonqa tumanida ham ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Mo'tabar onaxonlar, oqila va dilbar ayollar, latofatli xotin-qizlarning nafosat va go'zallik ayyomi barchaga xursandchilik bag'ishladi. Tadbirda ta'kidlanganidek, nafosat va muhabbat, vafo va sadoqat ramzi bo'lgan o'zining mehribonligi, qalb saxovati bilan nafaqat o'z oilasi, balki butun jamiyatga fayz baxsh etib turuvchi mehrdoryo onaxonlarimiz, munis opa-singillarimiz doimo yuksak ehtirom va e'zozga munosibdir. Aslida inson qadrini ulug'lash avvalo ayolni ulug'lashdan boshlanadi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning tub negizida ham aholining barcha qatlam vakillari qatori xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilashdek ezgu maqsadlar mujassamdir. Xonqa tumanida o'tgan yili 5-bosqich ayollar daftari ro'yxatiga 5958 nafar xotin-qizlar kiritilib, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilgan. Jumladan ularning 3980 nafarining bandligi ta'minlangan bo'lsa, 40 nafarga tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun imtiyozli kreditlar ajratilgan. 1894 nafarga esa moddiy yordam ko'rsatildi. Qadim-qadimdan xotin-qizlar doimo e'tiborda, hurmatda bo'lishgan. Bugungi kunda ham barcha yo'nalishlarda o'zining yutuqlariga erishayotgan faol xotin-qizlarimiz e'tirof qilinmoqda. Bu albatta barchani quvontiradi. Bu yil ham 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan mahallalarda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar faollarining ham nomlari e'tirof etilayotganligi barchamizni quvontiradi va albatta bu kelgusi ishlarimizda bizga yanada kuch-g'ayrat bag'ishlaydi. Bir so'z bilan aytganda, xalqimizni rozi qilishdek oliy maqsadga erishish uchun xotin-qizlarning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish borasidagi barcha islohotlar o'zining amaliy natijasini bermoqda. Bayram tadbirida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ulkan o'zgarishlar jarayonida faol ishtirok etib kelayotgan xotin-qizlar sovg'alar bilan taqdirlandi. Xalqimiz va jonajon vatanimizning yuksak mehri va ardog'ida bo'lgan ayollar kuy-qo'shiqlar orqali madh etildi. Nafosat va go'zallik bayrami Yangibozor tumanida ham o'zgacha ko'tarinkilik bilan nishonlandi. Turli sohalarda ilg'or, faol xotin-qizlar, mo'tabar onaxonlar jam bo'lishdi. So'zga chiqqanlar nafaqat oilada, balki jamiyatda o'rni yuqori bo'lgan ayollarni bayram bilan tabriklashdi. Mamlakatimizda ayollarga yaratib berilgan imkoniyat va imtiyozlar hamda yuqori natijalarga erishgan opa-singillarimizning yutuqlari e'tirof etildi. Ularga tuman hokimining tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Biz prezidentimizni bugungi yaratib bergan imkoniyatlaridan Yangibozor tuman ayollari ham faxrlansak arziydi. Ular nafaqat siyosatda, ma'naviyatda, balki iqtisodiyotdan faol bugun bo'lyaptilar. Sarhisob qiladigan bo'lsak, oxirgi 3 yilda xotin-qizlarimizdan 6 nafarini Zulfiya davlat mukofotidan sazovor bo'lishi, 7 nafar xotin-qizlarimizni sog'lom avlod uchun shuhrat medallari bilan taqdirlanishi yoki bo'lmasa bu yilni o'zida 3000 dan ortiq ayollarimizni rasmiy ish bilan band bo'lishi, bu hurmatli prezidentimizni bugun biz ayollarga qaratayotgan e'tibori desak mubolag'a bo'lmaydi. Yangibozor tumanida ham xotin-qizlarimiz o'zining jamiyatdagi o'rnini, rolini qanchalik yuksak ekanini ko'rsatib turibdilar. Mana shu yilning o'zida ayollar daftariga kirgan xotin-qizlarimizga 2 milliarddan ortiq kreditlarni berilishi yoki bo'lmasa 3000 dan ortiq xotin-qizlarimizni kasb hunariga va tadbirkorlikka o'qitishi bugun ayollarga qaratilgan juda bir ehtirom, hurmat va ularni e'zoz deb bilsak bo'ladi. Bayram tadbiri yangibozorlik ayollarga yuqori kayfiyat ulashdi. Ayniqsa betakror o'ynoqi kuy-qo'shiqlar, go'zal raqslar davraga yanada fayz bag'ishladi.